Toshkentda issiq suv va issiqlik ta'minoti narxi oshadi. Toshkent shahar hokimining 27-oktyabrdagi qarori bilan poytaxtda issiq suv va issiqlik ta'minoti uchun tariflar oshirilmoqda. Aholiga issiqlik va issiq suv ta'minoti xizmatlarining yangi chakana tarifi 15% ga, qo'shimcha qiymat soliqlarsiz 121,617 ming so'mdan 139,860 so'm gigakaloriyagacha oshadi. Yuridik shaxslar uchun ham tarif 40% ga oshadi. 1 gigakaloriya uchun 244,497 so'mdan 342,296 so'mgacha. Bazaviy tarif 7% ga 664,465 so'mdan 711,641 so'm gigakaloriyagacha oshadi. Byudjet tashkilotlari uchun tarif 18,8% ga 801,963 so'mdan 952,797 so'm gigakaloriyaga qimmatlashadi. Ushbu qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirishi belgilangan. Tariflar oxirgi marta 2024-yil 15-noyabrda ko'tarilgan edi. Bu xabarni barcha tanishlaringizga yuboring hamda kanalga obuna bo'ling.